Vodiyda bitta rangli mashina kelib qoldi. Vodiyda bitta degan Svetagina nomi ham. Haval Junior keldi, tutdi yumshoq balon. 2023-yil, polosli удержание, cruise control. Yana hadab displey, 360 gradus kamera. Mashina haqida gapirsa, juda ko'p narsalar bor. Sizning охлаждениyadan boshqa hamma narsasi bor ekan. Mashinaning беспроводной зарядчик. Hamma narsa konditsionerlari zo'r ishlab turibdi. Qiziqarli narsa ko'rinadi avtomatda. Bitta o'tani bosib, shuni poyga parkovka qilib qo'yibdi. Meni ko'rdim, maza qildim. Amaliy mashina haqiqatdan zo'r ekan. Olib minish kerak ekan. Narxi ham arzon. Aka aytayapti, siz obunachingizga $15,500 berib yuboraman deyapti. Mashina tiniq holatda 2023 63 ming yurgan. Mashina bagajlari, qoptaligini, sig'imini. Misol uchun Cobalt'da 420 litr bo'lsa, bular bir 500 litrdan oshiq bo'lsa kerak bagaj sig'imi. Yana точно bilmayman, panorama lyuki eng yaxshi pozitsiyalardan bittasi. Mashinaning hech qanaqa rasxoti yo'q. $15,500 deyilyapti. Kraskasi bor, kelsalarni tekshirib olasizlar. O'zlaring uchun. Polosli удержание, proyeksiya hamma yo'q bor. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Misol uchun 70 tezlikka oldi mashinaga cruise control to'g'rilab olgan bo'lsangiz, bitta gaz tashlasa, siz mashinangizni o'z avtomatik gaz tashlab yana oldilab olaveradi. Yana o'sha tezlikka moslanaveradi. Narxi $15,500, 2023 63 mingga kraskalarni tekshirib olasiz. Like bosib, video tarqatib, obuna bo'lib qo'yasiz.